Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Keyingi kasalligimiz bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishlari. Bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishlariga tranzitor ishemik ataklar, bosh miyada qon aylanishining o'tkinchi buzilishlari va o'tkir gipertonik ensefalopatiya va insultlar kiradi. Tranzitor ishemik ataka nima? Bosh miyada qon aylanishining o'tkir ishemik buzilishi bo'lib, paydo bo'lgan simptomlar bir necha soat ichida o'tib ketadi. Bosh miyada qon aylanishining o'tkinchi buzilishi nima? Bosh miyada qon aylanishining o'tkinchi, ya'ni o'tkir ishemik buzilishi bo'lib, paydo bo'lgan simptomlar 2-4 soat ichida davom etadi va o'tib ketadi. O'tkir gipertonik ensefalopatiya. O'tkir gipertonik ensefalopatiya bosh miyada qon aylanishining o'tkir ishemik buzilishi bo'lib, umumiy serebral simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Insult bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bo'lib, paydo bo'lgan nevrologik buzilishlar 24 soatdan oshiq davom etadi. Shulardan biz tranzitor ishemik atakani ko'rib chiqamiz. Tranzitor ishemik ataka nima? Bu bosh miyada qon aylanishining o'tkir ishemik buzilishi bo'lib, fokal, serebral va retinal ishemiya belgilari bir soat ichida o'tib ketadi va infarkt izlari shakllanmaydi. Aksariyat hollarda tranzitor ishemik ataka simptomlar bir necha daqiqa ichida o'tib ketadi. Tranzitor ishemik atakalar o'tkazgan aksariyat bemorlar bir oy ichida ishemik insult rivojlanishi xavfi bir necha barobarga oshadi. Ya'ni ishemik insult rivojlanishiga turtki bo'luvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tranzitor ishemik ataka bosh miyaning ma'lum bir qon tomir havzasida qon oqimining to'satdan to'xtashi va keskin pasayishi sababli yuzaga keladi. Bu holat shu to'la orqaga qaytuvchi jarayon bo'lib, bosh miyada infarkt o'choqlari shakllanmaydi. Buni yuzaga keltiruvchi asosiy sabablar, ya'ni etiologiyasiga to'xtalgan bo'lsak, tranzitor ishemik atakani yuzaga keltiruvchi sabablar asosan bunda masalan ateroskleroz, arterial gipertenziya, yurak artmiyasi va qandli diabet eng yetakchi o'rinni egallaydi. Yana bir takrorlayman, yuzaga keltiruvchi asosiy sabablari: birinchi o'rinda ateroskleroz, arterial gipertenziya, yurak artmiyasi va qandli diabet yetakchi o'rinni egallaydi. Undan tashqari esa yurak sonli klapanlari, yurak nuqsonlari, miyokard infarktining o'tkir davri, shu yurak bo'linmasi, miksomasi, kardiomiopatiya, har xil o'tkazilgan operatsiyalar yurakdagi ikkinchi omillar hisoblanadi bular. Tranzitor ishemik atakalar asosan qanday yuzaga keladi? Bunda asosan masalan bir daqiqada 100 gramm miya to'qmasi 50-60 millilitr qonni oqib o'tishi kerak. Ya'ni 100 gramm miya, ya'ni odam organizmining 100 gramm miyasida bir daqiqa ichida 50-60 millilitr qon oqib o'tishi kerak. Bu normal holat hisoblanadi. Bu normal, ya'ni serebral perfuziya ko'rsatkichidir. Agar ushbu ko'rsatkich 18-22 millilitrga tushsa, o'tkir serebral ishemiya rivojlanadi. Ya'ni tranzitor ishemik atakada xuddi shu vaziyat ma'lum bir serebral arteriyada yoki uning tarmoqlarida ro'y beradi. Shuning uchun ham tranzitor ishemik ataka patogenezini fokal serebral ishemiya belgilab beradi. Agar serebral perfuziya darajasi 8-10 millilitrga yetsa, ya'ni bir daqiqada 100 gramm miya to'qimasida 50-60 millilitr qon oqib o'tishi kerak. Normal holatda o'sha 8-10 millilitrga tushib qolsa, ishemik insult rivojlanadi bemorda. Tranzitor ishemik ataka qanday mexanizmlar bilan rivojlanadi? Buni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda kardioembolik yurak klapanlaridagi tromblar ajralishidan paydo bo'lgan embollar qon oqimi bo'ylab oqib kelib, serebral arteriyalarni bekitib qo'yadi. Keyingi omil arterial emboliya. Yurak arteriyalarida shakllangan tromblarning ajralishidan paydo bo'lgan embollar qon oqimi bo'ylab
oqib boradi va serebral arteriyalarni bekitib qo'yadi. Keyingisi atriotrombotik serebral arteriyalar ateroskleroz tufayli ularning torayishi, ya'ni tranzitor ishemik atak rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Keyingi sababimiz gemodinamika. Sistem arterial qon bosimining keskin tushib ketishi sababli rivojlanadigan tranzitor ishemik ataksiya. Agar bemorda ekstra va intrakranial arterial stenoz mavjud bo'lsa, sistem arterial qon bosimi keskin tushib ketishi, fokal cerebral ishemiya yuzaga keltirishi mumkin. Buning natijasida tranzitor ishemik ataksiya rivojlanadi. Bunday holat arterial stenoz 50% oshiq bo'lganda rivojlanadi. Sistem arterial qon bosimi tushib ketishining asosiy sabablari ortostatik gipotenziya, tungi apnoe, og'ir jismoniy mehnat, to'xtovsiz yo'tal, giperventilyatsion sindrom, gipotenziv dorilar dozasining oshib ketishi, miokard infarkti, yurak artmiyasi, bradikardiya, taxikardiya, gipovolemiya va shu kabi boshqa holatlar natijasida tranzitor ishemik ataksiya rivojlanadi. Tranzitor ishemik ataksiya bo'lgan bemorlarda ko'pchiligida shu bir necha daqiqa ichida asoratlarsiz o'tib ketganligi sababli ko'pchilik bemorlar shifokorga murojaat qilmaydi. Asosiy xato, kamchiliklar shu yerda, ya'ni og'riq qoldiruvchi dori ichadi, boshlanishga qarshi dori ichadi yoki o'rnidan turmay yotib turadi. Oradan bir soat uzoq o'tib ketgandan keyin, ya'ni o'tib ketadi bu narsa. Lekin bu narsani asosan insult rivojlanishiga yana bir qadam qo'yganini bilmaydi. Bunday holatlarda ko'pincha ko'proq doktorlarga, ya'ni nevropatologlarga, anga xirurglarga, balkinka doktorlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bunda klinikasida hozir bila olamiz hammasini. Klinikasida tranzitor ishemik atakalarning har qanday klinik turida o'choqli nevrologik simptomlar to'satdan paydo bo'ladi. Juda ko'p hollarda bu simptomlar 5-20 daqiqa ichida o'tib ketadi. Tranzitor ishemik ataka belgilari kam hollarda 1 soatga cho'ziladi. Tranzitor ishemik ataka klinikasi turli-tuman bo'lib, ular monoparez, kam hollarda gemiparez, sezgi buzilishlari, sensor va motor afaziya, amoroz, optika piramidal sindrom, epileptik xurujlar va ba'zida psixik fenomenlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Aksariyat hollarda tranzitor ishemik atakalar klinikasi ilg'ab bo'lmay qoladi yoki anamnestik ma'lumotlarga tayanib o'rganiladi. Arterial qon bosimi keskin tushib ketishi sababli rivojlanadigan gemodinamik tranzitor ishemik ataka ko'pincha sinkopal holatlardan boshlanadi. Ya'ni sinkopal holatlar kuniga bir necha barobar takrorlanishi mumkin. Bunday holatlarda ko'pincha vektor tomir distansiyasi sindrom sifatida baholanadi. Vektor tomir distansiya sindromi, ya'ni asosan 30 yoshgacha bo'lgan davrda rivojlanadi. Tranzitor ishemik ataksiya 40-50 yoshdan yuqori yoshlarda ko'proq rivojlanadi. Tranzitor ishemik ataksiya qaysi arteriya hozirda ro'y berganligiga qarab 2 turga ajratiladi. Birinchisi karotid, ikkinchisi vertebral baziliya. Karotid hozidagi kuzatiladigan tranzitor ishemik ataksiya belgilarini keltirib o'tamiz. Ularga asosan optik piramidal sindrom, karotid stenoz tomonda amoroz, qarama-qarshi tomonda markaziy gemiparez va parastezlar bilan yuzaga keladi. Keyingisi amoroz, karotid stenoz tomonda ko'rishning qisqa muddatga yo'qolishi. Keyingisi markaziy falajitlar, qarama-qarshi tomondagi qo'l yoki oyoqning monoparezi, kam hollarda gemiparez, gemisindrom tomonda esa 7 va 12 kranial nervlarning markaziy falajligi ham kuzatiladi. Keyingisi serebral tipdagi sezgi buzilishlar, yuz, qo'l va oyoq panjalarida paraanesteziyalar, ya'ni paresteziyalar, kam hollarda esa episteziyalar, mono va gemigipesteziyalar bilan yuzaga keladi.
Hop, keyingisi serebral tipdagi nutq buzilishlari ko'pincha sensor va motor afaziyalar bilan namoyon bo'ladi. Keyingisi esa apraksiya. Apraksiya maqsadga yo'naltirilgan harakatlar qisqa muddatga buziladi. Epileptik xurujlar o'tib ketuvchi fokkal epilepsiya xurujlari bilan namoyon bo'ladi. Keyingi kunlik bilgimiz o'tkir psixik fenomenlar juda kam uchraydi va asosan prefrontal sohada ishemiyasida rivojlanadi. Keyingi kunlik bilgimiz, ya'ni vertebral bazalar havzada kuzatiladigan tranzitar ishemik atakalar. Bu sohada tranzitar ishemik atakalar asosan umurtqa arteriyalar stenozida rivojlanadi. Buning asosiy sabablari servikal disk churalari, ateroskleroz, arteriyalarning patolog anomaliyalari kiradi. Bunga asosan sistem boshlanishlar, quloq shang'illashi, vestibulyar va serebellyar ataksiya, diplopiya, dizartriya, fotopsiyalar, qalqib ketish, ko'ngil aynish va qichoq kabi simptomlar bilan to'satdan paydo bo'lib o'tib ketadigan holatlar yuzaga keladi. Bunda asosan tranzitar ishemik atakalar, ba'zida drop atakalar, ya'ni bilan namoyon bo'ladi. Drop ataka nima? Drop ataka hushni yo'qotmasdan o'ta qisqa muddatga yiqilib tushish bilan namoyon bo'ladigan o'tkir holat. Buning sababi retikulyar formatsiyaning o'tkir ishemiyasi hisoblanadi. Drop ataka paytida doimo muskullar atoniyasi ro'y beradi va darrov o'tib ketadi. Shuningdek tutqanoq xurujlari va inrus ham kuzatilib turadi. Ya'ni ba'zi holatlarda tutqanoq, ba'zi holatlarda inrus holatlari yuzaga keladi. Shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Keyingi mavzumiz, ya'ni keyingi kasalligimiz tranzitar ishemik ataksiyani, ya'ni atakani tashxis, ya'ni tekshirish usullari, tashxisini va davolashini, prognozini ko'rib chiqamiz.